Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar uchun Nexia bozoriga kelganmiz. Damazlarni syomka qilib kelib, akalar. Like bosib qo'ysalaring, Nexialardan ham obzorni qilib beramiz. Bosaverasizlar akalar. Akalar 180 nomerda legenda topib qo'ydim sizlarga. Mashinani qishloqda bitta bo'lib yuraman degan akalarimiz uchun hali hech bola qilinmagan mashinaga. 2015-yil ko'rib turibsizlar, bu 2015 prostoy ekanda aka. Eng prostoy gidrolika. Bari magnitofon. Jazo qilishadi. Haloli shumi 34 ming? Bor shu ekan 2015-yil. Faqat turgan ekan, mashina jiddiy yurgan ekan xolosda. Mana akalar. Ko'rib turganlarga gaz qo'yilmagan. Hali gaz qo'yilmagan mashinaga. Ana akalar. Zapasga tushmagan ham shekilli hali. Yo'q, zapasga tushgan, boshqa ikkisini qo'yib qo'ygan. Ikkisini qo'yib qo'yilgan. Aha. Bo'laveradi. Akalar mashinani ko'rib turganlarning yangi holatda turibdi. Kraskalari 15% mayda-chuda chaqa-chuqasi. 15% mayda-chuda chaqa-chuqasiga oldi orqasi butun. Ha, oldi orqada yo'q. Gidrolka rol tombalarda trishinasi yo'q. Endi 34 ming yurgan mashinani tombasi trishini ham bo'lmaydi aka. Motorlarda yog' yeyish yo'q, to'g'rimi aka? Hadoviylari yaxshi. Yaxshi. Qaysi mashinasi? Ishtonni mashinasi. Ishtonni mashinasi. Qanchaga berasiz? 6 deyapti, so'raveramiz, kelishamiz. 6 deyilyapti. General chiqadi. Bankchi? O'tkazib olsa yaxshi bo'ladi, bank ham bo'laveradi o'tkazib olsa. O'tkazib olsa bo'laveradi. Akalar? Bank o'tkazib olsa keyin chiqadi-da bank. Ha, o'tkazib olsa. Siz generalningdamisiz? Yo'q, o'zim nomim. O'zingiz nomingizda. Bir qo'l o'zi. Ha, generalni bersa bo'laverar ekan, bo'lsa. Endi o'tkazib olsa. O'tkazib olsa yana ham o'zlariga yaxshi bo'ladi akalar. Akamizga ham boshqaroq bo'lmaydi. Bo'ldi. Telefon nomer? 90lik 778 10 55 nomerlarga murojaat qilaverasizlar akalar. Akalar, haligina 180 nomerdagi Nexia 2 ni oldim. Yana 180 dagi Nexia 2. Yilnecha? Uni ham yil 15 edi, buniki ham 15 ekan akalar. Chexoli bari magnitofoni mezgar pultlarigacha bor. Registrator, kolonka yurgani? Evakor polik. Ana. Pioner bu kolonkalar? Xudo olasa yaxshi chiqaradigan kolonkalarni. Kraskalari? Kraskalar yo'llarda bo'lib strashi kaltak. Ha, avariya dumalab ketmagan mashina. Ballonlari yaxshi holatda turibdi. Ochaylik-chi? Vallahi ochiq ekan. O'shab turasa ekan. Gazlar bor, damkrat ключ zapaska. Shumkasigacha bo'lgan. Mana. Registratorlargacha bor, kraskalari yetmedi bor xolos. 3 litri? 3 litrlari butun. 1.6 motorda. Ana akalar. Tombalari ham yaxshi holatda turibdi. Gidrolka rol konditsionerlarigacha bor. 1.6 motorda. Eng full ekanda va mana agar boshqa birorta akamiz bo'lganda konditsionerni yechib olardi. Generalning chiqadi? Yo'q, oldi sotdi bo'ladi. Oldi sotdi bo'ladi. Qayerda mashinasi? Bizga muammosi ko'payib ketyapti, shuning uchun oldi sotdi qilyapmiz. Ha, nomiga o'tkazib olsa ham yaxshi bo'ladi. Cho'latda. Akalar, akamizga ham boshqaroq bo'lmaydi. Nomlarni o'tkazib olsalaring yaxshiroq bo'ladi akalar. Endi generalning bir yaxshi olmasa qilib berasiz. Bir boshqaroq bo'lmaydigan akalarimizdan bo'lsa. Nomidagi odamga iltimos qilib beramiz. Bo'lsa, qilib beramiz. Muammosi o'zining boshiga. Ha, muammosi o'zi boshiga bo'laveradi akalar. Ertaga sotaman deganlaringda aşağıda ham qidirib to bu bo'lmaydi akalar. Nomlarni o'tkazib olsalaring. Qancha puli? 4800 dan tushib beriladi. 2015-yil akalar. Mashina masla bo'lib turibdi akalar. Bo'ldi. Telefon nomer? 90lik 306 3902. 306 3902 nomerlariga murojaat qilaverasizlar akalar. So'nglashlar 2003-yil xudo xolasa sizlar uchun Nexia 1. Ko'rib turganlaringga yaxshi holatda turibdi. Shukurlari buni to'shakcha, bar, magnitofon
Gentra rul. Akalar. Shamollashimizga qaramasdan akalar bozorlarga chiqib yuribmiz sizlar uchun. Maytaxon kalonga, to'shakcha. Ko'ngli. Balonlar almashtirishdan bo'laveradi, yaxshi ham holatda turibdi. Ana hisobi. Shuncha odam akalar. Mashina gazlari bor. Mana cho'tka, damkirat, ключ. Qo'llari. Akalar. Mashina yaxshi holatda turibdi. Kapotni ochib, kraskasi qanaqa? Kraskasi to'kida bor. Yetib kraskasi bor ekan xolos. Motor hadi ko'ribgasida. 1.6 motorda, gidralka rul. Sitrin o'ziniki akalar, tombalarda tirishmalari yo'q. Tezlikda yaxshi ko'ringan kanal uchun Nexia bir tashab beraman. Biri 5 motorda bo'ladi akalar. Gidralka rul. Mashina holatini ko'rib turibsizlar. Shikalat holatda turibdi mashina. Atudi qo'yishgan. Generalni chiqadi. Qayta mashinasi? Rishtonning mashinasi akalar. Kelib mashinani minib ko'rib olib ketsalar ham bo'laveradi. Qanchaga berasizmi? 3000 ga beraman. 3000 ga beriladi. 2,5 naqd pul bor chiqarsizmi ishtiraga? Yo'q. Ha, qancha? 3000 ga chiqsa, sen obunachilarga. 3,5 deyish kerak, to'g'rimi? Men 3,5 tepangizga bo'lishini aytib qo'ydim. Bo'lishini aytib qo'ya qoldi, bo'l. Akalar bo'lishini aytib qo'ya qolishdi. Kelasizlar. Akamizni qo'lini yaxshi siltasalar ham berishaveradi. Telefon nomer? 99lik 609 1064 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Aziz obunachilar, 2010-yil xudo xolasa Nexia 2 sakadiskalarda ko'rib turibsizlar. Chehollari, bari, maytafoni akalar. Mashina 521 ming yurgan. Rossiya ham mo'y yursa ham ko'l yurgan ekanda aka. Ana. Albatta yo'lda qolganda. Albatta yo'l yog'gan, to'xtamasdan. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Orqasini ochaylik-chi. Bo'ldi. Akalar mana. Gazlari bor. Zapaska damkirat kulchi bor ekan. Kulch bor yetadi. Kulch bor. Akalar. Qolgan narsalarni endi bo'ldi. Inson bo'lsa akalar qo'shib berishadi. Kraskasi qanaqa aka? Kraska moldingi paslarida bor, zangi sepilgan. Qalinkalari. O'z Nexia'da bo'ladi, u zang chirib qoladi, mo'ling paslari. Sitlar o'ziniki 1.6 motorda. Gidralka rul soatda ishlayapti-yu motori. Akkumulyatorlari yaxshi holatda turibdi. Atkaz bermaydi xudo xolasa mashina. Qishloqda bitta bo'lib yuraveradi. General chiqadimi? Afarin, general chiqadi-yu? Yo'q. Bo'lmaydi. Oxiri bo'ldi. Akalar mana. Afarinda bo'ladi. Xudo xolasa kesalaring. Endi bu Toshkentga borib kelish kerak, afarinda qilish uchun. Yo'q, o'zimda bitta. O'zida bitaveradi. Akalar, akamiz o'zi bitadi. Yugurib bo'lmaydi. Dagmetdan kelasizlar, akamiz qo'lini yaxshilab siltasalar ham mashinani berishaveradi. Puli qancha aka? 4200 dan tushib beraman. 4200 dan tushib beriladi. 4000 ga berasizmi? Naqd puli borga 200 dan tushib berasiz ekanda. Bo'ldi. Telefon nomer? 91lik 692 692 60 60 08 nomerlarga murojaat qilaverasizlar akalar. Aziz obunachilar, birinchi Matizimiz 180 edi. Akalar mana sizlarga 180 nomerda. Birinchi Matizimiz. Ha, ashida, ashi. Akalar. Yillarchi buni? 2009. Xo'sh, aziz obunachilar, 2009-yil. Xudoxolasa sizlarga bag'lajon rang Nexia 2. Akalar. Bo'lsa. Arabalar bilan kelib qo'yishlar ham shunga qilamiz.
Chexollari, bari ezilib ketgan ekan, va akalar barlari, maytafullari. Endi to'g'risini aytamiz, akalar, unaqa andashi yo'q, omonashlarni 389 ming yurgan ekan. Konditsioneri yoshligida konditsioner bo'lgan ekan-a? Kes tashlagansiz ekanda konditsionerda ham. Shu katta ketgan bo'lsa kesib qo'yganda. Bo'lasa akalar 1.6 motorda yurgani qancha? 358. halol yurgani ko'rdingmi? Qaytarilmagani? Akalar balonlari yurib tursa bo'laveradi. Kraskasi? Polni hisoblab beraveradi. Polni hisoblab berilaveradi. Motor hadogarobkasiga Javob, yaxshi. javob. Arkasini ochaylikchi. Knopkada meshadimi? Knopka katta. Ha, bo'ldi barata. Ichida hamma narsa bor akalar. Gazlari, dehqon mashinasi. Dehqondan olsotlariga tushib qolgan mashina. To'g'rimi, tog'a? Kim sho'rik tog'ami? Aha, rosa dehqon. Nomi dehqon. Motor hadogarobkasi? Javob. 3 litri? 3 litrlari. Va bitta balon yomon hol. Osmi qo'ygan hammasi yaxshimi? Balonlari, orqalari yaxshi ekan. Ikkita orqa yangi, ikkita oldi o'tdi. O'rtacha ekan, ha. Hali silmagan. Eshitmayman. Biroq motorda tezlikni yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun o'ziga o'xshagan. O ana. Gidrolik rul tombalarda tirshinalari yo'q. Yo'q. 3 litralimi shunga? Alishgan. Qayta mashinasi? Boshqa qatib kelar direkt. Rishton adresi. Rishton. Adresi Rishton. O'zimizning nomimizda Bexijolar. Qonimiz o'zining nomida akalar. Kelaverasizlar. Generalni chiqadi. Keyin chiqadi. 500 dollar puli borga bankka o'raveradi. Puli akalar 500 dollar ekan. 500 dollar. Mana shunaqa shunday berasizlar, tamom ketaverasizlar akalar. Mashinani berib ketaverasizlar, generalni chiqadi akalar. Telefon nomeringni ayt aka. Nomerlar aytaveraymi? 95lik 395 030 nomerlarga murojaat qilinglar. 0300 aytlayapman aka. 500 dollar. Telefon qilaverasizlar akalar. 500 dollar akalasizlar, mashina olib ketaverasizlar akalar. 2005-yil akalar, Nexia birimiz ham bor, ko'rib qo'yasizlar akalar buni ham. Azab qilib. Aybi Namangan. Nomera Namangan. Ha. Kelar. Korpolik, maytafon, mezgar punt, multirol akalar. Orqasini ochib qo'yaylikchi. Jo'nidan turgan bo'ladi. Mana, kel. Rasot nima mashinani? Hozir akalar asfaltda polni va gaz bilan bitta shopir bo'lyapti. To'g'rimi, tog'a? Polni bak, gazi ham bor, bizni ham bor. Sizni ham bor mana akalar. Zapaska damkirat kulich yo'q bo'lsa qo'shib berishadi akalar. Rishtonni mashinasi Namangan nomerda, Namangan nomida. Nomiga chiqarib olsa yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bo'l, qancha qilib berasiz? 3 o'tga tushib beramiz. 2,5 naqd pullarga berasizmi? Berishadi. Berishsa bo'laveradi. 500 dollar naqd pullang bo'lsa bunga ham kelaverasiz akalar. Buni ham berishaveradi akalar. Hech qanaqa hech bola deyishmaydi akalar. Telefon qilsalar ham bo'ldi 500 dollarga mashina. Skuterda narxida. Telefon nomeri bunga? Telefon nomeri? 91lik. Necha? 127. 2746 nomerlarga murojaat qila olasiz akalar. 2009-yil. Xudo xolasa 1.6 motorda Nexia bir asha faqat uchib yuraman degan akalarimiz uchun. Ranglari tillarang ham bo'laveradi. 3 litrlarni mashqami? 3 litrlari 1.6 motorda gidrolikasi umuman yo'q. Prostoy вообще. Ko'rib turibsizlar tombalarni. Boshini narxini aytib qo'yamiz, uni 800 dollar bilan olib ketsalar ham bo'laveradi mashinani akalar. 800 dollar. Yo'llari, chexoli, bari, maytafoni akalar. Qancha yurgan bu?
Sizni ham ovora qildimi aka? 790 qancha? Markasini ochaylikchi. Bo'ldi, ochildi. Ana akalar. O'nli gaz ballonlari bor. Damgirash kulich qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Qayerda mashinasi? Rishton. Rishtonning mashinasi akalar. O'zimizga o'shani Jaydar akaning mashinasi. Generalda beraveradi. Keyin bo'ladi. $8 bilan Puli ketsa bo'lsa, bo'laveradi. qolgani bankdan chiqaradi. Qolgani bankdan chiqaradi. Akalar mana shuncha $500 deganimizda ham qolgani bankdan chiqarib berishadi. Endi buni naqd pulini aytib qo'ying buni. Naqd pulga 3000 dan tushib beriladi. Naqd puldan 3000 dan tushib beriladigan mashina akalar. Chiqarasizlar xudo xolasa. Bularni ham telefon qilsalar egalari bilan yaxshilab gaplashsa bo'laveradi. Telefon nomeri 91lik 044 044 23 25 23 25 nomerlariga murojaat qilib akalar.